Assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar va bizni kuzatib borayotgan YouTube, TikTok, Instagram va Facebook ahli. Sizlarga juda ko'pdan buyon tikuv mashinalari bo'yicha ma'lumotlar berib boraman va Shangon brendimizdagi pop-up tikuv mashinamizni o'rtada bir uzilish bo'ldiki, sababi bizni qo'limizdagi pop-up mashinalar tugab qoldi va siz kabi yaxshi insonlar ushbu tikuv mashinani xarid qilish uchun ancha-muncha kutib ham qoldingiz. Va hozirgi kunda qo'limizda yana ushbu pop-up tikuv mashinalarimizdan yetib keldi. Videoda foydali bo'lsin degan maqsadda men sizlarga har xil materiallarda mana tayyor qilib, ozginadan kusok qilib tayyorlab qo'ydik va ushbu mashinkamizni to'liq hamma qilib foydalanish va iplarni o'tkazish bo'yicha bugungi ushbu videomizda ma'lumotlarni berib o'tamiz. Agarda siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, yurakchani tirs qizartirib qo'yishga harakat qiling va siz kabi aynan ushbu pop-up tamburni yoki pat mashinani ishlatish, yurgizish bo'yicha ma'lumotlarni berib boramiz. Avvalgi videolarimizda Shangon brendidagi pop-up tikuv mashinamizni iplarini o'tkazish yo'nalishlarini ko'rsatib o'tganmiz. Bugungi videomizda eslatib o'taman. Mana bunga o'xshagan mana jinsa material va setka material, keyin qanaqadir mato, bu endi pardaniki qalinroq va mana bunga o'xshagan yupqa setkani tikib ko'rsatib bermoqchimiz. Bu mashinamizda hozir o'zgartirishlar qildik. Sababi yupqa qalinni tikib ketishi uchun ingichka ip so'rashadi bizdan ko'proq. Mana Apex vishipkani ipini shu ipga moslab turib hozir biz bu mashinkamizga 95 igna qo'ydik va o'sha 95 ignaga moslab nastroykasini qildik. Endi ba'zi bir do'stlarimiz, ya'ni bizdan tikuv mashinani xarid qilgan mijozlarimiz ushbu tikuv mashinani faqat qalin tikadi yoki bo'lmasam qanaqadir ipga moslangan deydi. Yo'q, unaqa emas. Ignasini almashtirasiz, qalin va yupqa. Ya'ni ip qalinligiga qarab turib ignani almashtirib, shunga qarab sozlab olinadi. Har bitta detali bir-biriga javob beradi. Hattoki mana bu siz ko'rib turgan manetdagi teshiklari ham ignani katta kichikligiga qarab turib almashtirish kerak. Ya'ni bitta 10 ta teshik bo'lsa, o'sha 1 dan 10 gacha degan razmer ignani katta kichikligiga qarab turib, mana burib 10 ga chapga degandek teshigini moslab turib foydalanasiz. Hozir mana bu qalin materialimizni qo'yamiz, ya'ni bu jinsa material va undan keyin mana setka va aytganimizdek mana bu material va mana bunga o'xshagan yupqa setka materialimiz. Xo'p, bu materialni qo'yib tikishni boshlaymiz. Lapkani tushiramiz orqa tomondan. Sizlarga qulay va chiroyli bo'lsin degan maqsadda krupni, ya'ni o'sha kattaroq qilib ko'rsatishga harakat qilyapman. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Aytganimdek, o'sha richak past tomonda bo'ladi. Shunga qarab turib aylantirib ketaveradi. Mana. Bu hozir jinsa materialimiz. Mana bu ko'rinishda keladi. Bullari va mana bu yerda mana setka materialimiz. Setka materialimizga o'tdi. Materialni o'zi tortadi. Ba'zi bir do'stlarimiz materialni burib tashlashadi. Yo'q, bunda unaqa emas. Mana o'zi tortadi. Boshqa matoyimizga keldi. Boshqa matoyimizda ham mana gullarni tikib ketyapmiz. Mashinamizning motori servo motor, remelli bo'ladi. Buni kompyuterlilari ham bor, lekin ular juda qimmat bo'ladi. Kompyuterlilari o'rtacha hisobda 6000-7000 dollardan 9000 ga qarab ketadi bir kallalilari. Endi siz agar komplekt qilib olaman desangiz, mana yupqa matoyimizga keldi, yupqa setkani o'ziga keldi. Ushbu yupqa setkamiz ham ketyapti do'stlar. Ko'ring. Juda ham zo'r, juda ko'pchilik so'rardi. Mana shunga o'xshagan materiallarni ham tikadimi deb. Men atayin hammasini bir xilda qildimki, sizlarga foydali bo'lsin degan maqsadda. Xo'p, matolarimiz tikib bo'ldi. Matolarimiz ko'rishingiz mumkin. Mana bu jinsa matoyimiz, mana choklarimiz orqa tomoni va undan keyin setka
setka. Mana bu ham endi qanaqadir bir abayalarda cho'ziluvchan material, qog'oz qo'yib tikilardi, o'zi e'tibor bersalar, buni orqa tomoniga qog'oz qo'ysa yana ham chiroyli chiqardi. Biz qog'ozsiz tikishga mosladik va bu o'sha aytgandek pardani materiali. Endi to'g'risi parda tikadigan chevarlarimizni olib kelgan kusok materiallardan tayyorladim boricha va mana bu o'sha hozirgi kungi fotolarda yo bo'lmasa mana qanaqadir вечерний ko'ylaklarda materiali desam ham bo'laveradi. Do'stlar, Shangon brendidagi pop-up tikuv mashinamizni mana har xil qilib mana bunga o'xshagan materiallar tiktirdik va nima uchun biz mashinamiz boru bunga o'xshab tikmaydi degan savolingizga javobni ham aytib o'tib ketaman. Aytganimdek, bu tikuv mashinamizga hozir o'zinikiga qaraganda kichikroq, ya'ni yupqaroq materialga moslangan ignani qo'ydik. Ignani qo'yishga sabab xuddi mana siz ko'rib turibsiz, mana bunga o'xshagan ingichka, ya'ni vishipka. Bu vishipkachilar juda yaxshi tushunadi. Vishipka mashinani ipiga moslab ingichka ip qo'yganmiz. Ya'ni o'sha kurchok qanchaki kichkina bo'lgan sari ip ham ingichkalashishi kerak. Agar sizda ipingiz qalin bo'lib turib, qalin, ya'ni katta ipga kichkina igna qo'ysangiz ham bo'lmaydi yoki kichkina ipga katta igna qo'ysangiz ham bo'lmaydi. Har bittasini inobatga olish kerak. Hozir mana bitta yana bitta pop-upda o'zini ipi bor. Bu ipimiz mana bunga o'xshagan bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz ipak ip. Bunda ham bemalol hozir shuni o'tkazib turib tiksa tikadi. Bu iplar bozorda kamroq, ko'proq mana bu iplar bor. Bu iplarni endi shu Buxoro taraflardan yoki bo'lmasam aynan shu pop-up bilan shug'ullanadigan insonlardan so'rasangiz topish iloji bor. Agarda sizda bunaqa iplar yo'q bo'lsa, o'zimizni bozordagi Apex iplardan, ya'ni vishipkani iplardan foydalansangiz bo'ladi. Ignalarga keladigan bo'lsa, ignalar biz o'zimizda sotuvda bor. Keldi, olib keltirdim inshaalloh. Bu to'g'risida ham alohida yana video qilishga harakat qilaman. Bugungi sizga ko'rsatayotgan mashinkamizga 95 li igna qo'yganmiz. 95 igna va 110 igna olib keldik. Ya'ni 110 bilan 95 da deyarli ko'rsangiz orasida uncha farq qilmaydi-yu, lekin tikish jarayonida mana bunga o'xshagan mana bu ipimizni o'sha 110 ignada tiksangiz chiroyli chiqadi. Sababi bu o'sha 110 ignaga moslangan, nisbatan bunga qaraganda qalinroq ip. 95 ipimiz aynan hozirgi kunda juda ko'plab bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz bizga Instagramdan, TikTokdan va YouTubedan kommentariy orqali yoki bo'lsam telefon raqamlarimizga telefon qilib aytishadiki, вечерний, ya'ni to'ybob ko'ylaklarga, toshlarni, Swarovski toshlarni va qanaqadir bezaklarni atrofiga bezak berib chiqish uchun qimmat shohona ko'ylaklarda yaratish uchun bizga mayda chok bo'lish kerak deyshadi. Bugun biz sizga aynan o'sha mayda chokka mosladik. Hozir bu yerda qizil bilan sariq ipni o'tkazdim sizlarga yaxshiroq ko'rinsin degan maqsadda. Keyin choklarini katta kichik qilish, ya'ni katta qadam tashlab tikishlarini ham bir qator tushuntirib o'rgatib ham ketardim. Sababi hozir endi videoyimiz sal uzoqlashib ketdi. Ikkinchi videoda albatta bu narsalarni ko'rsatib tushuntirib o'taman. Mashinkamizni narxi o'zgarib turganligi uchun buni hozir men narxini ayta olmayman. O'zingizni qiziqtirgan savol takliflar bo'yicha pastda telefon raqamlarimizni qoldirdim. Ushbu telefonlarga telefon qilib tikuv mashinangiz bo'yicha ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Kanalimizga yangi kirgan do'stlarimiz uchun kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying va foydali videolar, ko'plab foydali videolar chiqarishga harakat qilaman. Manzilni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, General Uzoqov ko'chasida. Agar siz viloyatdan bo'lsangiz, shu viloyatdan kelib yurmasdan ushbu mashinkani bizga zakaz qilsangiz, biz xohlasangiz kichkina ignaga moslab beramiz yoki o'zimiz tomonda ustalarimiz bor, faqat bizga sifatli eng yaxshisi bo'lishi kerak deganlarga ushbu tikuv mashinamizni taklif qilamiz. Agar siz viloyatdan bo'lsangiz, viloyatdan kelib yurmaysizda, plastik kartamizga kilik orqali to'lov qiladigan bo'lsangiz, biz viloyatga qatnaydigan taksilardan yoki yuk mashinalardan berib yuborishimiz ham mumkin. Eslatib o'taman, ushbu tikuv mashinamizni asosiy yurak qismi, ya'ni garantiya, kafolatga kiradigan joyi motor hisoblanadi. O'sha motoriga 6 oy kafolati bor. Lekin biror marta hali buzilgani yo'q. Hamma bizdan olganlar xursand, davoling bo'lib, ya'ni rozi bo'lib, xafa bo'lmasdan xursandchilik bilan foydalanishyapti. Bu narsa biz O'zbekistonga yana milliylik qaytdi. Shuni hisobiga hozirgi kunda pop-upga talab juda ham ko'p. Va bizni Tojikistondan, Qirg'izistondan, Afg'onistondan, Turkmanistondan kuzatayotgan do'stlarimizga ham salom deb qolamiz.
Sizlar bilan men Nurullo Ro'zboyev yana shunga o'xshagan yaxshi video kontentlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.